Do'stlar, men o'zimga o'xshagan 9 ta qiyofadoshimni topdim do'stlar. Va nihoyat biz yig'ildik. Hozir endi sizlar kommentariyada kim ko'proq o'xshashini menga aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir birgalikda bitta hammamiz qo'lingizga sariq bola pizzani beraman, yeb birgalikda reklama qilamiz va tashqi ko'rinishimiz kimga ko'proq o'xshaydi kommentariyada qoldirasizlar. Videoga bitta like bosib qo'yinglar va biz boshladik. Sariq bola pizzadan yengili. Hali bunaqasi bo'lmagan. 3 ta pizza 89 ming. Narxi arzon bo'lgani bilan ichidagi mahsulotlari sifatli. Mazasiga gap yo'q. Nima edi? Razmeri 20 sm. Nima edi yana? Razmeri 20 sm. Bitta buyurtma berib ko'ring. Faqat buni ilova orqali zakaz bera olasiz. App Store va Google orqali. Google va Play Market va App Store orqali sariq bola ilovasini yuklab oling. Faqat dastlabkiga emas, filialga kelib ham buyurtma bersangiz ilova orqali tayyorlab berishadi. Agar zakazingiz 40 minutga kech qoladigan bo'lsa, keyingi zakazingiz uchun bitta pizza bepul qo'shib beriladi. Agar sizlar shu 3 ta pizzani alohida olsanglar 111 ming bo'ladi. Uchalasini birlashtirgan holatda set qilib olsanglar 89 ming, ya'ni 22 ming ekonom qilgan bo'lasizlar. Sariq bola pizza. Sariq bola pizzani bolajon Sisimo filialiga kelsalar ham mazza qilib pizza yeysizlar, ham bolalarni детский площадкаga topshirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qaysi biri sariq bola? Hammasi sariq. Yo'q, sariq bola Jahongir o'zi qaysi? O'xshaydimi? Yo'q. Buchi. O'xshamaydi bu. Sal chettalari o'xshaydi, qayerdadir. Buchi. Prichoskasi o'xshagan. Bularchi? Bu vashi sapsariq. Mana bu ko'proq o'xshaydi. Buchi. Buni ko'ring. Ko'zlari o'xshaydi. Bunisichi? Mana. Topamadingizmi? Siz bekyapsiz-ku. Ha, qaysi biri o'xshagan ko'proq? Hech qaysi biri? Qaysi biri ko'proq sariq bolaga o'xshar ekan? Ichidan. Mana bu ko'proq. Bunisimi? Bu. Qaysi biri? Bunisimi? Bunisi ko'proq o'xshaydimi? Yo'q, bunisi o'xshaydi. Qaysi biri eng ko'p sizlar uchun? O'rtada. Bo'ldi do'stlar, kommentariyada sizlar qoldiringlar, qaysi biri sariq bolaga ko'proq o'xshaydi. Ketdi.